Assalomu alaykum. Surunkali kasalliklar anemiyasi qonda qizil qon hujayralari sonining kamayishi bo'lib, infeksiyalar, o'smalar, diabet yoki autoimmun kasalliklar kabi ko'plab surunkali holatlarga bog'liq holda rivojlanadi. Avvallari bu kasallik surunkali yallig'lanish anemiyasi deb atalgan. Chunki surunkali kasalliklardagi davomli yallig'lanish natijasida temir metabolizmi va eritropoyez jarayoni buziladi. Bu tip anemiya yengil kechib, temir tanqislik anemiyasining bir turi hisoblanadi. Eritrotsit hosil bo'lish jarayoni suyak ko'magida eritropoyetin ta'sirida boradi. Eritropoyetin buyraklar tomonidan kislorodning miqdori kamligini sezgan holda ajratib beriladi. Keling, eritrotsit bilan yaqinroq tanishamiz. Bitta eritrotsit o'z tarkibida millionlab gemoglobin oqsil molekulasini saqlaydi. Gemoglobin o'ziga kislorodni biriktirib, barcha to'qimalarga yetkazib berish vazifasini bajaradi. Gemoglobin tarkibi 4 ta kichik gem molekulasidan iborat. Gem molekulasi o'rtasida bitta temir atomi joylashgan. Ayni shu temir atomi o'ziga kislorodni biriktirib oladi. Demak, bitta gemoglobin molekulasi 4 molekula kislorodni o'ziga bog'lab, organlarga yetkazib beradi. Temir molekulasining boshqa vazifalaridan mushaklarga kislorodni yetkazib beruvchi mioglobin oqsilining bir qismi ekanini va yana mitoxondrial ferment sitoxrom oksidaza kabi ATF sinteziga yordam berishini aytish mumkin. Temir molekulasi organizmga ovqat orqali qabul qilinadi. Oshqozonda ovqat hazm bo'lish jarayonida temir ajralib chiqadi va u ingichka ichak, xususan 12 barmoq ichakda so'riladi. 12 barmoqli ichak hujayralari ichidan o'tish vaqtida temir molekulasi temirni vaqtincha saqlovchi ferritin oqsili bilan bog'lanadi. Agar organizmimizga temir kerak bo'lsa, ba'zi temir molekulalari ferritindan ajralib qonga o'tkaziladi. Qonda ular temirni tana bo'ylab yetkazib beruvchi transport oqsili transferin bilan bog'lanadi va tana bo'ylab qon orqali tarqaladi. Hozirgi vaqtda surunkali kasalliklar anemiyasi kelib chiqish mexanizmi murakkab va to'laligicha aniq o'rganilmagan. Bu kasallik mexanizmida ikki xil jarayonni ko'rish mumkin. Birinchisi eritrotsit sintezining kamayishi bo'lsa, ikkinchisi eritrotsit umrining qisqarishidir. Eritrotsitlar umrining qisqarishiga sabab o'sma hujayralari, viruslar va bakterial infeksiyalar ajratgan toksinlarning bevosita eritrotsit hujayrasiga ta'sir qilishidir. Eritrotsit hosil bo'lishining kamayishi esa murakkab va bir qancha mexanizmlar sababli kelib chiqadi. Mexanizmlar ichida ko'pchilik e'tirof etgani bu temir gomeostazining buzilishi va eritrotsit ishlab chiqarilishi uchun signallar hosil bo'lishining buzilishidir. Surunkali kasalliklarda, aynan aytganda buyrak, immun tizimi va oshqozon ichak yo'llari kasalliklarida sitokinlar ajraladi. Sitokinlar o'sma nekrotik faktori alfa va interferon gammalar buyrakdan eritropoyetin ajratilishini ingiberlaydi. Natijada suyak ko'migiga eritrotsit sintezi uchun eritropoyetinlar kelishi susayadi. Bundan tashqari, o'sma nekrotik faktori alfa makrofaglarda eritrotsitlar fagotsitozini rag'batlantiradi. Interferon gamma esa makrofag yuzasida joylashgan divalent metal transportyor oqsil kanallari hosil bo'lishini oshiradi. Natijada ko'plab miqdordagi temir makrofag ichiga kiradi va gemoglobin sintezi uchun kerak bo'lgan temir miqdori kamayib ketadi. Yana bir sitokin interleykin 10 makrofag yuzasida ferritin retseptorlari hosil bo'lishiga ta'sir qiladi. Natijada yanada ko'proq temir makrofag ichiga o'tadi. Sitokinlarning yana bir vakili interleykin 6 jigarda hosil bo'lib, ingichka ichakdan temir so'rilishini to'xtatuvchi gepsidin oqsil sintezini amalga oshiradi. Jarayonlarning barchasi gemoglobin ishlab chiqarish uchun temir yetishmasligiga olib keladi. Temir yo makrofag ichida qamalib qoldi yoki so'rilmadi. Natijada mukammal tuzilishli gemoglobin tutgan eritrotsit hosil bo'lmadi. Surunkali kasalliklar anemiyasining belgilariga odatda yengil kechadi. Jumladan charchoq, rangparlik va jismoniy faoliyat, masalan, zinadan chiqish davomida nafas qisishlari. Bu anemiya odatda tasodifan surunkali kasalliklarni davolash paytida aniqlanadi. Qon tahlilida eritrotsit miqdori biroz kamayganini ko'ramiz.
Bunda eritritsit miqdori 1 detsilitrda 10-12 grammgacha kamayadi. Avval anemiyada eritrotsitlar normotsitik holda, ya'ni hajmi normal bo'ladi. Oxirida esa mikrotsitik shaklda, ya'ni hajmi kichrayib ketadi. Temir miqdorini tekshiruvni o'tkazsak, qonda temir miqdorining pastligi, transferin oksillinining normal yoki pastligini yoki uning temir bog'lash qobiliyatining normal yoki kamayishini, transferin to'yinuvchanligi kamayishini, qon zardobida ferritin darajasining normal yoki ko'payganligini ko'rish mumkin. Gepsidin darajasi ortganini ham ko'rish mumkin, lekin gepsidin miqdorini aniqlovchi tekshiruvlar keng tarqalmagan. Surunkali kasalliklar anemiyasida suyak iligi tekshiruvi o'tkazilmaydi. Agar o'tkazilsa, o'zida temir zaxiralari va eritrotsitlarni yutgan makrofaglar ko'payganini ko'rish mumkin. Surunkali kasallik anemiyasini davolashda asosan birlamchi kasallikni davolashga e'tibor qaratiladi. Masalan, agar anemiya infeksion kasallik sabab kelib chiqqan bo'lsa, antibiotiklar bilan davolash kerak bo'ladi. Agar o'sma sabab kelib chiqsa, jarrohlik aralashuvini talab qiladi. Agar anemiya qandli diabetga bog'liq bo'lsa, glyukoza miqdorini yaxshilab, anemiyani nazorat qilish mumkin. Yana bir davo usuli vena ichiga temir kiritishdir. Agar qonda gemoglobin miqdori 7 gram taqsim detsilitrdan kamaysa, simptomlarni yo'qotish uchun qonga eritritsit transfuziyasi yoki eritropoyetik vositalardan epoetin alfa, darbepoetin alfalar kiritiladi. Demak, qisqa xulosa, surunkali kasalliklar anemiyasi infeksiyalar, o'smalar, diabet, autoimmun kasalliklar kabi surunkali kasalliklar sababli yuzaga chiqadi. Kasallik kelib chiqishiga yallig'lanish omillari gepsidinlar sabab bo'ladi. Davolash asosiy holatni tuzatish yoki og'ir holatlarda qon quyish yoki eritropoyetin inyeksiya qilishni o'z ichiga oladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Yo'l qo'yilgan ko'plab xato kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum.